Assalomu alaykum. Bayramda bilan tabriklayman. Barcha ezgu niyatlarimizdan tilaymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Tabriklaymiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizni ham tabriklaymiz Shohruxxon. Mana shunday go'zal qo'shiqlar bilan bizni doimo xushnud etavering. Doimo sizni qo'shiqlaringizga mazza qilib raqsga tushib, sizni qo'shiqlaringizni xirgoya qilib yurish doimo hamrohimiz bo'lsin. Va albatta sizni hozir taqdirlash uchun sahnaga O'zbekiston xalq artisti Nasibaxonim Abdullayevani taklif etamiz. Guldiroz qarsaklaringiz ostida. Nasibaxon Abdullayeva, assalomu alaykum, bayram muborak bo'lsin. Mavsum hiti Barizot remake variantda. Albatta barchani behrida yana bir bora shu tarona orqali qozondingiz. Bu qo'shiq o'z paytida juda ham hit bo'lgan, barchamiz yaxshi tanish tarona, lekin aynan Shohruxxon ijrosida ham o'zgacha bir talqinda amalga oshirildi. Mana shunday remake'lar bilan, ajoyib taronalar bilan hamisha muxlislar e'tiborida bo'lib yurishingizni chin qalbdan tilab qolamiz. Nasibaxonim Abdullayevani shaxsan o'zlarini qo'llaridan oldingiz. Mana shunday martaba sizga ham nasib etsin deymiz. Shohruxxon gulroz olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz ularni. Mavsum hitlari taqdimot marosimining g'olibi. Nasibaxon opa, siz hech qayerga ketib qolmaysiz.